Ma yiyeceğini bir üç moçen degendim işinme ip bakkadım içinde ne tal çıkıdı körüp bakaylı ya. Üç moçelek yiyecek kandarak kildi. Ben adette ma öyge müştak kiymas kuşun çıkarak ip kalmadan la. Yok takka tukka kiyim az işletkemden katta hoşamıyorum. Oh, mana. Ma 30 tal yiyeceğim, 10 koyacağım. Qarab bakana birisi 3 moçenden doğru geldi ekan. Demek, onda olsa 10 tane siz 3 koy 5 moçen ala alaysız juma. Seri qaramjır qarab baksanlar buldu. Hazır düğülüşüp ketken kiyimler var. Hammani asımız. Balanın hammasını. Ben bu kiyimlerin hammasi ayrım ayrım tulmusa huyum tutup kaldı. Şikap meyli eğitti bolsun, meyli adetik vaqt bolsun, çoqum retik duruş gerek şu. Pasil kiyimler bilen, tavcanlar bilen, köyneklerin tulmusa huyum tutup kaldı. Yalan belirgin üzem işletmeyen nesini saytar siyaqmayım mecbur. Ma 30 tal yiyeceğim, 10 koyacağım. Limanda azan qarala. Ma ispaqandık. Bir ayol kişinin ko'ngli xotirjam bo'lmasa, hatto ishga ratlashga, kiyimlarini pomlab bo'g'chilab qo'yib qo'yishga roziki, uyini ratlab, ma ko'nglimning bearamchiligini sal tindiray demaydi. Endi kayfiyatim nachar, qo'lim ish qolmaydi deb shu uydagi ishkapni assilama kiyimni paloqqa tushayotgan, bo'g'chi duvlab qo'yayotgan, bolaning kiyimi bilan onaning kiyimi ayrilmayotgan, yozliq bilan qishliqni, ko'ylak bilan chapanni, koptani ayirmashda ilib qo'yaversangiz, uy bir akim kirib ishkaplarning ichini bir ko'rib boqay deb shunda bir assa, nima degan rassizchilik, mening uyimni po gap emas. 24 soat 365 kun hammasi kelsanglar ishkaplarim shunda retlik turdi. Hech ish qilmasam shu kiyimlarni retlik tutishni o'zimga odat qilib kelayotgan 7-8 yil bo'ldi hozir. Hammamizning turmushi normal, o'tirhol turmushga saviyalar, lekin shu uy tutishmi bir o'yina, bir ixtiyor, bir san'at. Manadagi ijolarni shu qo'shlab esiversanglar mana bil egilib ketg'ay chiqdi. Shuning ham 10 qo'yga 30 taldan yomon azon. Uyda bolalar ko'p bo'lsa cho'qim ilvalanlar shu ijoni. Ba'zilarning ishkapning ichiga ilg'idek narsa o'z ilib qo'ydi ekan, ko'k, yeshil, to'g'on deymiz, yog'och sim ijolni ilib qo'yib, guldilib bir nima olay desam tap qo'lolmaydigan. Mening yijolarimning ishqilib yog'och bilan, sim bilan, yeshil bilan, oq bilan, ko'k bilan tumsa shunda ichim pishib qoldi. Ko'pti bilan turish kerak, chapan kostyumlar bir ret turish kerak, ishdan turish kerak. Bu men odat bo'lib ketgan 7-8 yil bo'ldi. Ishkap qarab bir ayol kishiningki turmush tutgan pozitsiyasini bilib olsangiz bo'ldi. Kiyimlarni retlik tutishi qarab shu ayol kishiningki o'zining kayfiyatiga qanchalik ko'ngil bo'lganligini bilib olsangiz bo'ldi. Po'gap qilmadim, mening chamdallarimda shu yozlik, kuzlik, yozlik, qishlik kiyimlar pasl bilan chapanlar bilan paltolar bilan shunda ayriliqda. Manda yog'och ijolarni bo'lib ishlatmayman bundan keyin. Qaranglar shunda retlik qilib etdim. Chiroyli xo'pdimi deganlar gul yo'llab qo'yinglar.